Tavralama 2013 yilgi oltin top Ribery'ga berilishi kerak edi. 2018 oltin top esa meniki edi. Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari va bizni muntazam kuzatib boruvchi do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Futbol shunchalik qiziq o'yinki, ba'zida maydon tashqarisidagi qarorlar maydondagidan ham ko'proq muhokama qilinadi. Bugun biz oltin topga loyiq bo'lgan, lekin uni hech qachon qo'liga ololmagan 5 ta super yulduz haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Futbol olamida shunday choqqi borki, unga erishish har qanday futbolchining orzusi hisoblanadi. Bu oltin top. Ko'pchilik bu sovrinni adolatli deb bilsa, boshqalar uni shunchaki marketing o'yini deb hisoblaydi. Chunki futbol tarixida shunday buyuk nomlar borki, ularning iste'dodi bu oltin haykalchadan ancha baland edi, lekin taqdir yoki hakamlar ularga bu sovrinni ko'p ko'rishdi. Bu yerdagi 8 ta oltin topdan 3 tasi 2010-2021 yilgi oltin top. Aslida meniki emas. 2020-yilgi oltin top meniki bo'lishi kerak edi. Messi. Ro'yxatimizni yaqin tarixdagi eng katta adolatsizlikdan boshlaymiz. 2020-yil. Robert Lewandowski Bavariya bilan bir mavsumda mumkin bo'lgan barcha sovrinlarni yutdi. U Chempionlar Ligasi Bundesligada topurar bo'ldi. Hamma oltin top Robertga berilishini kutayotgan bir paytda kutilmagan qaror chiqdi. Pandemiya sababli sovrin topshirilmaydi. Keyingi yili esa sovrin baribir unga emas, Messiga nasib qildi. Iniesta o'nggi darvozasiga. Finalda golni urasani oltin to'pni boshqa biri olib ketsa. Bu ikki nomni bir-biridan ayirib bo'lmaydi. 2010-yil. Ispaniya jahon chempioni. Iniesta finalda hal qiluvchi golni urdi. Xavi esa butun turnirni boshqarib turdi. Lekin dekabr oyida sahnaga yana o'sha dahshatli Messi chiqdi va sovrinni olib ketdi. Hatto France Football tahririyati yillar o'tib Iniesta oldida uzr so'rab maqola yozdi. Ular oltin topsiz ham afsona bo'lib qola olishini isbotlashdi. 2020 yil uchun oltin top meniki edi. Barsash tan olasizlar, tan olinglar endi. Endi esa 2023 yilgi bahsli holatga kelsak. Erling Haaland o'sha mavsumda robot darajasiga chiqdi. Angliya Premier Ligasida rekordlarni parchalab tashladi. Chempionlar Ligasini yutdi va mavsumni 52 ta gol bilan yakunladi. Ko'pchilikning e'tirozi shunda, Messi yutgan jahon chempionati 2022 yilda bo'lib o'tgan va u voqea 60 ta qolib ketgan edi. 2023 yilgi oltin top uchun esa butun bir mavsum davomida barqaror o'ynagan va treble yutgan Haaland asosiy nomzod edi. Do'stlar, aytingchi, 2022 yilgacha uchun 2023 yilda sovrin berilishi adolatdanmi? Yoki Haalandning 52 ta goli va 3 ta kubogi ko'proq ahamiyatga egami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. 2024 yil oltin topni nimaga oldim? Shu oltin topni oldim va jarohatlar meni bezovta qiladi. 2020 oltin topni Rodri oldi. Axloqmi qara Dembele shunqat bo'lishadi. 2024 yil. Vinicius Junior o'tgan mavsumda Real Madrid bilan Chempionlar Ligasini va La Ligani yutdi. Turnirning eng muhim pallasida, play-off va finalda hal qiluvchi gollarni urdi. Butun dunyo, hatto insayderlar ham uning g'alabasiga zarracha shubha qilmayotgan edi. Ammo marosimga bir necha soat qolganida hammasi o'zgarib ketdi. Sovrin Rodriga berildi. 2003 yilgi oltin top kimniki bo'lishi kerak edi? Mendan sajaz bo'lmayman. Teriyani havo yaxshi mavsum o'tkazgandi. Oltin top shartlariga tushunmayman-da. Bir qarasan zo'r mavsum o'tkazgan berishadi, bir qarasan nomiga qarab berishadi. Agar 2000 yillar boshida futbol tomosha qilgan bo'lsangiz, Thierry Henry qanday kuch ekanligini yaxshi bilasiz. 2003 yilgi mavsumda u Premier Ligada 24 ta gol urib, 20 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Tasavvur qiling, bir vaqtning o'zida ham eng yaxshi to'purar, ham eng yaxshi assistent. Lekin o'sha yili oltin top Pavel Nedvedga nasib qildi. Henry esa men uchun eng muhimi jamoaviy g'alaba deb qo'ya qoldi, lekin uning javonida bu sovrin yo'qligi futbolning eng katta kamchiliklaridan biridir. Tavralama 2013 yilgi oltin top Ribery'ga berilishi kerak edi. 2018 yilgi oltin top esa meniki edi. 2013 yilgi oltin top sohibi men edim. Frans futbol nashri adolatsizlik qildi. 2013-yil futbol tarixidagi eng tushunarsiz yillardan biri bo'lib qoladi. Frank Ribery o'sha yili Bavariya bilan mumkin bo'lgan barcha cho'qqilarni zabt etdi, treble qayd etdi. U maydonda haqiqiy dvigatel edi.
Ammo kutilmaganda Franti Football ovoz berish muddatini uzaytirdi. Bu qaror go'yo Krishtianu Ronalduning play-offdagi gollari uchun maxsus qilingandek edi. Do'stlar, sizningcha bu 6 ta yulduzdan qaysi biri sovringa ko'proq loyiq edi? O'z fikringizni kommentariyada albatta yozib qoldiring. Barcha javoblarni o'qiymiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va mana shunday qiziqarli futbol tahlillarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha